Madaniy meros xalqning tarixi, milliy qadriyati va ma'naviy boyligini o'zida mujassam etgan bebaho xazinadir. Afsuski, ayrim holatlarda ana shunday noyob madaniy boyliklarni mamlakatimiz hududidan noqonuniy ravishda olib chiqishga urinish holatlari ham uchramoqda. Xususan, bojxona organlari tomonidan Samarqand xalqaro aeroportida ana shunday holat aniqlandi. Hozir shu haqda. Yurtimizda madaniy boyliklarni noqonuniy ravishda olib chiqishga qarshi kurash bojxona organlari tomonidan izchil davom ettirilmoqda. Xususan, Samarqand aeroporti chegara bojxona posti xodimlari tomonidan navbatdagi huquqbuzarlikka chek qo'yildi. Ushbu holatda Samarqand xalqaro aeroporti orqali xorijga parvoz qilayotgan yo'lovchining qo'l sumkasi xodimlar tomonidan ko'zdan kechirilganda, yo'lovchining qo'l sumkasida hech qanday olib chiqish uchun ruxsatnomasi bo'lmagan 3 dona qadimiy tangalar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka muvofiq 50 yildan muqaddam va undan oldin yaratilgan madaniy boyliklar, jumladan numizmatik ashyolar O'zbekiston Respublikasidan olib chiqilishi qat'iyan taqiqlanadi.